doirasida yanada yaqqol namoyon bo'lmoqda. Muqaddas dinimiz buyurgan xayrli amallar, aqlli va hamjihatlik iftorlikda qilingan duo shubhasiz qabul bo'ladi. Adolatli rahbar xalqi uchun qilgan duosi shubhasiz qabul bo'ladi. Xalqini sevgan mo'min musulmon azizlarning duosi shubhasiz qabul bo'ladi. Allohim mana shunday duo qabul bo'ladigan joyda, duolari qabul bo'ladigan zotlar bilan duolarga qo'l ochyapmiz. Allohim yurtimizni tinch qilgin, osmonimizni musaffo qilgin, turli balo ofatlardan o'zing saqlagin. Allohi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. Allohu akbar.